Assalomu alaykum. Men Muhammad To'xta Ataullah. Men Sharq Turkistonning Xotan nahiya Seg'izko'l yeza Urnush kenatdan. Men hozir Turkiyaning Kahramonmaraş Sütçü İmam Universitetida siyosat va xalqaro munosabat kasbi bo'yicha magistrlikda o'qiyapman. Bu meningki Xitoy tarafidan berilgan kimlik kartam. Bu meningki pasportum. Yani bu mening hozir o'qiyotgan maktabimdan olgan o'quvchilik isbotim. Men bu videoda Xitoyningki yig'ilish lagerlarida yoki turmalarida tutib turilayotgan oila a'zolarim va do'st birodarlarim haqida guvohlik bermoqchi. Men Turkiyaga 2016-yili yozda keldim. Qonunliq pasport bilan keldim. Bir mavsum tayyorlik qilgandan keyin 2017-yili 2-oyda hozirgi maktabga qabul qilindim. Men Turkiyaga kelgandan keyin 2017-yili 3-oyda mening eng kichik ukam 22 yoshli Ruzmamat Ataullah Xitoyning yig'ilish lagerlariga sulandi. Hozirgacha shu yerda tutib turilyotdi. Şu yili 8-oyda, yani 2017-yili 8-oyda yana bir ukam Mehmet Ali Ataullah 28 yosh. Bu tutib ketilgan hozirmi shu yerda. Bundan boshqa 2017-yili 8-oyda meningki achamning yo'ldoshi Mehmet Tursun İslam 40 yosh. Bu mahallasidagi 60 ga yaqin kishi bilan birga tutib ketilgan. Hammasi tutilgandan keyin 6 yillikdan uy kesilgan. Hozir Qashqarninki bir turmusida deb angladim, tafsilotini bilmayman. Bu yil yani 2018-yili 3-oyda mening onam Beyshxon Hushur 65 yosh. Saqchilar tarafidan tutib ketildi. Mahallamizdagi 20 ga yaqin yaşangan ayollar bilan birlikda. Hozir tarbiyalashdimi, turmadimi yoki qo'yib berildimi xabarim yo'q. Chunki meningki oilam bilan bo'lgan butun buni aloqam 2018-yili 5-oydan boshlab tamoman uzildi. Mening oilamda hozir 70 yoshli dadam Ataullah İbrahim, 35 yoshli acham Tursunnisa Ataullah, 26 yoshli Abdumijid Ataullah ve 24 yoshli Abduqahar Ataullah qatorliq acham, dadam ve ukularim. Bundan boshqa oilamizdagi kelinlar, nevrilar mushlar qolib qoldi. Ammo bularningkimi hozir ahvolining qanday ekanligini, turmadagilarningki qandayligini, yig'ilish lagerdagilarning qandayligini, uydagilarningki ahvolining qandayligini bilmayman. Deb o'tgandek aloqam tamoman uzildi. Men bu yerda yana bir dona tizimlik hazırladım. Bu tizimlikte 42 adamninki ismi bor. Bular meningki tutib ketilgan ya lagerlarda yoki bo'lmasa turmalarda tutib turilayotgan urug' tuqqanlarim, qulim qo'shna, do'st birodarlarim. Men bu video orqali oldi bilan Xitoy hukumatidan oilamdagilarni shartsiz darhol qo'yib berishni ve barliq gunohsiz Uyg'ur xalqini ve başka insonlarni darhol qo'yib berishni, yig'ilish lagerlarini darhol taqashni, oilam bilan bo'lgan aloqamni asliga keltirishni ve oilam haqida menga ma'lumot berishni talab qilaman. Shuning bilan birga xalqaro jamiyatdan, Birleşken Milletler Teşkilatı'dan, Avrupa İttifakı'dan, İslam Hamkorlik Teşkilatı'dan, barliq kishilik huquq tashkilotlaridan ve bütün insoniyatdan biz Uyg'urlarni ve başka mazlum xalqlarni Xitoyning zulmidan qutqizishini, bizni Xitoyning zulmiga tashlab qo'ymasligini, biz uchun o'rnidan dast turishini ve biz uchun ovoz chiqarishini talab qilaman.